Assalomu alaykum. YouTube, Instagram obunachilari, uy bekalari, tovuqni ko'paytirib, ulardan mayda-mayda pul topaman degan uy bekalari. Agar siz endi tovuqni sotib olib, endi tovuqni ko'paytirib, ularni tuxumidan cho'ja ochirib, yo tuxumini kurk tovuqlarga sotib foyda qilaman desangiz, mana bunday kulangi makellardan olganingiz ma'qulroq. Agar sizda yaxshi kulangi xo'roz bo'lsa, tuxumini 40 minggacha sotsangiz bo'ladi. Agar sizda bultur ochirgan pataki tovuqlaringiz bo'lsa, ularda gavdasi kattaroq, ko'proq tuxumni bosib ochilayotgan bo'lsa, agar kurk tovuqlarni hozir bahor payti qimmat bo'ladi, 800 minggacha kurk tovuqni sotsangiz bo'ladi. Yo men o'zim ochiraman desangiz, iloji boricha kulangi tovuqni tuxumidan qo'ying. Uni xo'rozi ham tosh bosadi, 5 kilogacha go'sht qiladi. Narxi yaxshi narxlarda bo'ladi. Agar kulangi xo'rozni chista tozasidan ochirib, bog'ib katta qilsangiz, juda ham yaxshi narxlarga sotsangiz bo'ladi. Bu ham sizga yaxshi daromad olib keladi. Obuna bo'ling.